Assalomu alaykum. Mana YouTube ishqibozlari, mana bugun biz birinchi kun mana ishni boshladik. Mana yangi seximizda. Xudo xolasa mana hammasi joyida. Mana shalkalarimiz, ba'da mana yangi sexda mana g'ishtlarni kesib, razmerga kesyapmiz. Mana xudo xolasa mana g'ishtlarimiz chiqdi. Mana g'ishtlar chiqdi. Mana reskaga tayyor, mana kesishga. Mana xudo xolasa mana razmerlarni hozir kesib, mana qilich qilib, yangi qoliplar mana birinchi quyilishi. Mana endi bag'i endi abrezeska endi ish boshladik mana. Bag'lar yangi turibdi hali. Xudo xolasa mana kimga qancha g'isht kerak bo'lsa, yo bo'lmasa mana shu g'ishtdan biznes qilaman deydiganlarga ham o'rgatoramiz. Kesalaring bo'ldi. Kelib mana o'rganib, panniy, oddiy panniydan joy qildik mana. Oddiy panniy mana. Panniyni joy qilib, mana shu yerda ikkinchi seximizni ochib, mana kimga qancha g'isht kerak bo'lsa, ekranda nomerlarni qoldiramiz, xudo xolasa. Ishlarimiz bor, qancha zakaz qilsalaring, vodiy bo'ylab dastavka qilib beramiz, xudo xolasa. Yoqsa like bosib, yoqmasa ham like bosib qo'yaveringlar. E'tiboringlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.